Начальник militsiya aytgan bo'lsa ham, sudda qarorsiz sizni telefoningizni ichki ishlar organi xodimlari olib qo'yishga yoki tekshirishga haqli emas. Telefoningizni so'raganda agar bermasangiz, ichki ishlar organi xodimi siz meni qonuniy talabimga bo'ysunmayapsiz, bu uchun sizni javobgarlikka tortaman desa, siz qo'rqmang undan. Bo'ldi, men seni qonuniy talabingga bo'ysunaman, menga telefonimni ko'rishing uchun, tiklashing uchun, olishing uchun sudda qarorini olib kel, sudda ajrimini olib kel deb so'rashingiz mumkin. Sudda ajrimi, sudda qarorisiz telefoningizni tekshirishga haqli emas. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga ko'ra va O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksiga ko'ra faqatgina sizni telefoningiz va texnik qurilmalaringiz sudda chiqargan ajrimiga, ya'ni sudda qaroriga muvofiq tekshirilishi va olib qo'yilishi kerak. Agar ko'chada siz ichki ishlar organi xodimi to'xtatib telefoningizni tekshiramiz yoki biror bir ishda gumonlanayotgan bo'lsa yoki ichki ishlar organiga bo'limiga chaqirtirilgan bo'lsangiz, umuman olib aytganda ichki ishlar organi xodimlari siz telefoningizni tekshirish uchun so'raganda siz talab qiling, sudda qarorini, sudda ajrimini ko'rsating. U aytdi, bu aytdi desa, umuman o gapiga quloq solmang va qonuniy talabimga bo'ysunmayapsan, bu uchun seni javobgarlikka tortaman desa qo'rqmang. U ham xuddi sizga o'xshagan forma kiygan bitta odam. Uni talabini siz faqatgina qo'lingizga sud qarorini olib kelib ko'rsatsagina bajarishga haqlisiz. Sud qarori yo'qmi? Uni sizga aytayotgan gapini, ya'ni sizdan talab qilayotgan narsasini bajarishga siz haqli emassiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa obuna bo'lishni va videoni yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang.